do'stlar, bizga Monsterda turli xil zapchastlardan ham kelgan. Bu joyda ko'rishingiz mumkin. Polni simlari, tormozlari, bu joyda motori ham bor. Sotuvga kelgan. Keyin rulda mexanizmidan ham ko'pchilik so'rab turgandi, sinib ketyapti deb. Bundan ham olib kelib qo'yganmiz. Keyin bu joyda ham tablolari bor, tormoz ruchkalari. Bundan tashqari yana turli xildagi zapchastlar. Bu tomonda zaryadlash qurilmalari, har xil skuterlardagi ko'rsanglar bo'ladi. Keyin ko'pchilik qidirib yurgan zaryadchigidan ham bor. 60 ga 3 amperli bo'ladi. Keyin bizga yana Monsterlarimiz katta partiyada yetib keldi. Xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerda yig'ish jarayonlari boshlandi. Ertaga obzorni ham qilib ko'rsatamiz. Chiqqan sanasini ko'rsanglar bo'ladi. Yangi turli xil zapchastlar bor bu tomonda.